Sizni kafe restoraningizga post tizim kerak emas, boshingizni ortishmasin. Nima qilasiz o'rnatib bunaqa dasturlarni. Qarang, o'rnatmaymiz dasturni, mana bunaqa ishlaymiz. Har oyda foyda qancha bo'lyapti, kelyapti hisobini olmaymiz. Kerak emas bizga. Nima qilamiz foydani bilib? Pul sanasa kamayib qoladi. Keyingisi kassadan o'g'irliklar bo'ladi. Normal. Unga parvo qilmaymiz. Endi bolalar kerakdir, olgandir deb qo'yamiz, bo'ldi, ko'z yumib o'tib ketamiz. Ya'ni skladga umuman e'tibor qaratmaymiz, omborga. Qancha mahsulot bor, yo'q, bitta ovqatga qancha mahsulot ketyapti, nima qilamiz buni bilib boshimiz og'ridi. Maza qilib yuribmiz-ku. Restoran pala-parcha ishlasa nima qilibdi? Buyurtmalar o'z vaqtida chiqmasa nima qilibdi? Norozilik bo'lsa nima qilibdi? Ish bor joyda endi kamchilik bor deb. Post tizim o'rnatmaymiz, mana shunaqa maza qilib ishlaymiz. Agar endi mabodo, yo'q, menga baribir post tizim kerak, restoranni vashi muvaffaqiyatli zo'r foydaga olib chiqmoqchiman desangiz, o'rnating unda. Bu gaplarim hazil. Biznes post tizimini albatta o'rnating, juda ham qulay, ko'p imkoniyatlari bor. Hoziroq pastki tugmani bosing yoki ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Alohida siz uchun taklif ishlab chiqqanmiz, faqat vaqti chegaralangan. Ulgurib qoling desangiz, bizga aloqaga chiqing. Siz bilan birgalikda restoraningizni muvaffaqiyatga olib chiqamiz.